qon holatda qo'shnim ko'tarib kirib keldi. Ikkita it talab, it sudrab olib kelib, mana masjidgacha olib kelib bulagan, ikkita yuzlarini tishlagan, juda xarob holatda boshlarini yirib tashlagan. Qarasam qo'shnimiz Azimjon turgan ekan. Hamma joyi qon bo'lib, mana bu yerda turuvdi ko'pini oldida, bitta rus kishi ushlab turuvdi uni. Boshlarida mana yo'llarni qaslar, shramlarni tikib qo'yishdi. Chiroq qo'yib beringlar, shu kamera yoqib qo'yib beringlar bizga. Shuni duvdik biz, iltimos qildik. Shu bir to'polonda kelishdi, shu bilan yo'q bo'lib qolishdi. Hozir o'g'lim shu holatda. Endi sal o'ziga kelgandan keyin savol javobini bilamiz. Shu jarlikda kuchukli in qilgan, bolalab tashlagan ekan. Qaysitligini topib, unda infeksiyalar yo'qmi, bolamga o'tmaganmi bilish xohlaymiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida dayditlar hujumi oqibatida 11 yoshli bola og'ir tan jarohati olgan. Voqea 17-yanvar kuni bola maktabga ketayotgan vaqtida aynan mana shu joyda sodir bo'lgan. Itlar galasi unga hujum qilib, bolani 20 metr masofagacha, ya'ni bu yergacha sudrab kelgan. Shundan so'ng bola shifoxonaga yotqizilgan. Qo'shimchasi bordi 11:30da. Shu o'g'lim chiqib ketdi. 12 atroflarida usti qon holatda qo'shnim ko'tarib kirib keldi. Shu qo'shni mana masjidda yiqilgan ekan, shunda ikkita it talab, it sudrab olib kelib, mana masjidgacha olib kelib bulagan, ikkita yuzlarini tishlagan, juda xarob holatda boshlarini yirib tashlagan. Hozir Rayma suniga olib borib qo'ydik, Rayma sunida yotibdi, hozir tez yordam ko'rsatishdi. Juda xarob lekin holatda hozir mana banisada yotibdi, ovqat yeyishmayapti, hamma joyini yirib tashlagan, yuzlari, burunlarini tishlab tashlagan, g'ajib tashlagan, rosa g'ajigan. Shu biz bularni aytuvdik bir mustaddatchilarga, shu itlarni tozalab beringlar duvdik. Shuni hop deyishdi, mana hali yo'q. Shu bilan kelib bir yig'ib ketishdi shu bilan. Hozir mana svet o'rnatib beringlar dedik, mana stalbalarni olib kelib o'rnatib qo'ydik, mana stalba olib kelib berdik, shuni o'rnatishmadi, hali turibmiz-da, shuni harakatida yuribmiz. Mana hozir hech chiqasi yo'q edi odamlar shuni. Maktabni masjiddan kesib ketib, buyog'i bir 300 metrmikin, 400 metrda maktab. Shunga shu masjiddan kesib chiqishadi bolalar. Shuni mana ko'prik xarob holatda. Shu hamma bola mana shu mahallaning yarim bolasi mana shu maktabga u yoqqa borishadi, 10-maktabga borishadi, munosibga. Kechki mana smenada bu 12dan keyin o'qiydiganlar bormi? O'shalar juda kech qoladi, mana 5 soat, 6 soat bo'ladigan bo'lsa, обязательно uyda bo'lsak agar kutib olamiz. Uyda bo'lmasa kech ketadi bolalar, kech chiqadi bolalar. Juda bola ko'p chiqadi bu yerdan. Chiroq qo'yib beringlar, shu kamera yoqib qo'yib beringlar bizga. Shuni duvdik biz, iltimos qildik. Shu bir to'polonda kelishdi, shu bilan yo'q bo'lib qolishdi hozir mana. O'tgan yili ukami qizini tishlab olgandi. O'shanda ham tishlaganda u endi yoshi kattaroq bo'lganligi uchun u qochishga uspet qilganida oyog'idan tishlagandi. Mana hozir mana boshlandi, mana itlar yana o'g'irlab maqobatli itlar ko'p. Shuni yig'ishtirib ketishini iltimos qilamiz-da shuni. Bittasi meni endi hozir mana menga bezda qilishyapti, telefon qilib, "Meni itimni sen olib ketib qolibsan. Meni itim tishlamagan edi" deydi. Men endi buni itni egasi bormi, yo'qligini endi hozir o'g'lim shok holatda. Endi sal o'ziga kelgandan keyin savol javobini bilamiz, lekin uni aytish bo'yicha katta sariq tishlab tashladi meni, taylab tashladi, ikkita yutumni tishlab tashladi dedi. Shu holatda gapirgan gapi shu bo'lyapti hozir, boshqa narsa ayta olmayapti-da. Jabrlangan bolani qo'shnisi ko'rib qolib, uni uyga olib borgan. Men magazin tarafga ketmoqchi edim. Bu yoqdan o'tib ketayotgandim. Qarasam qo'shnimiz Azimjon turgan ekan. Hamma joyi qon bo'lib, mana bu yerda turuvdi ko'pini oldida, bitta rus kishi ushlab turuvdi uni. Keyin men uni tanib qolib, uyga olib ketdi uni. Ko'rinishi qanaqa hol deydi? Hamma joyi qon, hamma joyi tishlangan, yirtilib ketgan, shunaqa edi. Qo'shningiz uni ko'rib qolgan, to'g'rimi? Siz kelgan vaqtingiz bu joyda itlar yo'q? Yo'q edi. U rus kishi u bolani Mametgacha tortib ketgan. U eshitib qolib uydan haydagan kuchuklarni. Keyin bu yoqqa olib chiqib qo'ygan. Bu yerda itlar juda ham ko'pmi? Oldin ko'p edi, hozir tozalashdi. Oldin haqiqatan vashim ko'p edi, lekin men bu yoqqa yaqinda ko'chib keldim. Oldin bunaqa vaziyat bo'lmagan bilmayman. Men ham kechqurun kelayotganimda o'zim ham 2-3 marta talatdi itlar. Jabrlanuvchining yuz, bosh, qo'l va oyoq sohalariga jarohat yetgan. U shoshilinch ravishda operatsiya qilinib, birlamchi jarrohlik amaliyoti, choklash va qon to'xtatish muolajalari o'tkazilgan. Shifokorning ma'lum qilishicha, bola bir kun reanimatsiya bo'limida yotgan. Hozirda ahvoli yaxshi bo'lib, bo'limda davolanmoqda. Shuningdek, unga psixologik yordam ko'rsatilib, kelgusida Toshkent shahrida plastik jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Quturish va qoqsholga qarshi emlashlar olib borilmoqda. Qo'shimchasi bordi, vaqtliroq ketdi o'sha kuni. 10 minutdan keyin shu ahvolda olib kelishdi. Ko'prikdan tushayotgan ekan, itlarni ko'rib, "Pashol" desa, bunga qarab g'irallagandan qo'rqqan bolam. Qochaman desa, loy bo'lgan ko'priklarimiz anaqasini ko'rgandirsan ahvolini. Yiqilib sirpanib tushib, bunga it tashlangan, u tepib o'zini qutqaraman desa, yonida yana 3 ta it bor ekan, 4 ta it bo'lib yopishgan bolaga. Shu qo'rqib ketdik, olib keldik banchaga. Hozir yaxshi, Xudoga shukr, u doktorlar bitishi yaxshi deyapti. Xudo xolasa endi tuzalib olsa plastik operatsiyalarga ham yordam beramiz deyapti. Oyog'idan kuchuklar tortib, endi katta it ekan, buni aytib berish bo'yicha sudraganda tortgan. Boshiga boshqasi yopishgan, o'zini qutqarishga harakat qilgan. Qo'ldan chiqib keta olmaganda kuchuklarni qo'llaridan ham tishlab tashlagan, orqalarida, yelkalarida bor.
ustida qalin kurtka bo'lgan, kurtkalarni ham yechib tashlashgan. Boshlarida mana yomon qaslar, shiramlari tikib qo'yishdi. Shu jarlikda kuchukli in qilib olgan, bolalab tashlagan ekan. Shundan keyin obodonlashtirish chora ko'rdimi? Hozir endi biz betamiz. Mahallada itlarni ushlashyapti ekan, 20 ta 30 ta it ishlashdi deyishyapti. Baribir mana bugun ertalab qizim aytib ketdi, baribir itlar yuribdi ekan. Endi shuni chorasini ko'rsa yaxshi bo'lardi. Ko'priklarni to'g'rilab beramiz deyishdi. Mana shu paytgacha bo'lmadi, endi tozalashyapti ekan. Xudo xolasa endi bolam yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi bizga. Shunda u hech kim ham misol uchun kuchuk emas, daydi itlar bo'lgan-a, egasiz. Yo'q, egasi noma'lum. Biz endi ularni qaysi itligini topib, unda infeksiyalar yo'qmi, bolamga o'tmaganmi bilish xohlaymiz. Uyda kurtkalar turibdi. Masalan, kuchuklar bilan so'lak bezlari anaqalar bilan tekshirib bersa bo'lar ekan. Biz Yangiyo'lda unaqa sharoit yo'q deyishyapti, tekshirib beringlar. Sesdan odam keldi. Yo'q, tekshirib bera olmaymiz deyishyapti. Agar iloji bo'lsa, shuni tekshirib topib berishlarini so'rardik. Olib qo'yganmiz kurtkalarida, baribir anaqalar qolgan-ku. Ko'rgan bo'lsanglar, kurtkalarni ham titib tashlagan, yirtib tashlagan. Hodisadan so'ng Yangiyo'l shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan hududda daydi itlarni tutish ishlari kuchaytirildi. 2 kun ichida 60 dan ortiq it ushlangan. Hozirda itlarning bir qanchasi karantin bo'limida saqlanmoqda. Mas'ullarga ko'ra, aholidan murojaatlar ko'p bo'lib, barcha mahallalarda bu boradagi ishlar davom ettiriladi. Hozirgi kunda Yangiyo'l shahar veterinariya bo'limi hamda obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari bilan birgalikda belgilangan grafik asosida mahallalarda 20 ta mahallalarda yurib, daydi itlar tutilib, obodonlashtirish boshqarmasining vaqtincha saqlash kameralarga qo'yilyapti. Tan jarohat yetkazishda gumon qilingan itlar Yangiyo'l shahar veterinariya bo'limida karantinda turibdi. Mana 2 ta sariq it va 2 ta qora it. Gumon qilingan itlar. Bugun 4-kun. Veterinariya xodimlari tomonidan nazoratga olingan. Kuniga 3 mahal, 4 mahal kuzatuvda turibdi. Itlarimiz yaxshi. Quturish alomatlari kuzatilmadi. Yangiyo'l shahar aholisi tomonidan boqilayotgan 3271 bosh it, 500 bosh mushuk Yangiyo'l shahar veterinariya bo'limi xodimlari tomonidan belgilangan reja asosida quturish kasalligiga qarshi uyma-uy yurib emlash ishlari davom ettirilmoqda. Mahalla aholisi ta'kidlashicha, bola maktabga qatnaydigan hudud ancha xavfli va qo'rqinchli. Ayniqsa darslar tugab tushlikdan keyin uyga qaytayotgan bolalar yoritilmagan, kimsasiz va qorong'u ko'chalardan o'tishga majbur bo'lishmoqda. Bu esa nafaqat daydi itlar, balki boshqa xavf-xatarlar ehtimolini ham oshiradi. O'zimiz bu mahallada turamiz. Bu mahalladan o'tamiz, boshqa ko'paydan o'tamiz. O'sha kundagi voqeadan keyin o'zim ukalarim ham hamma qo'rqib qoldi, hamma bolachalar qo'rqib qoldi. Shu tomondan tezroq remont qilib berishinglarni so'radik. Ham qo'rqib, o'sha kichik yurgisi kelmay qoldi bu tomonlardan. Bu yerda kuchuklar juda ham ko'p. Rosa ko'p, hamma joyda bor. Shu yerdan pastda meni bolalarim ham o'tadi shu mahalladan. Mana shu ko'prikdan o'tib yuradi. Bir xilda kechga qolib ketadi, qorong'iga qolib ketadi. Shuni mutasaddilardan so'rab qo'ygan bo'lardim. Mana shu ko'prikni sal epaqayiga keltirib, to'g'rilab qilishlarini so'rab qolardim. Bu yerda birinchi marta shunaqa holat bo'lishimi, oldin ham bo'lgan? Ya endi bo'ladi. Qizlarni ham mana oyog'ini talagan, u endi aytishmaganda. Ko'p bo'ladi bunaqa vaziyat. Itlar rosa ko'p-da. Shu ko'proq kelib mana shu yerda ovlab itlarni ushab, shuni so'rab qolardik-da mutasaddilar. O'shandan keyin qanaqadir o'zgarish bo'ldimi? Mana shu holatdan keyin obodonlashtirish qanaqa chora ko'ryapti hozirgi kunda? Hozir yaxshi. Bir 2 kun mana shu yerda bo'lib ushashdi, itlarni ancha kamayib qoldi. Baribir bor-da, mana bu tomonlarda ham bor. Baribir ushash kerak, yuribdi baribir itlar. Daydi itlar rosa ko'p. Mahalla aholisi mutasaddi tashkilotlardan kutilgan darajada natija ko'rinmagach, muammoni hal etish uchun o'zlari ham choralar ko'rishga majbur bo'lmoqda. Xususan, fuqarolar bolalar qatnaydigan xavfli yo'laklarda yoritishni yaxshilash maqsadida ustunlar o'rnatish, chiroqlar qo'yish hamda kuzatuv kameralari o'rnatishga harakat qilmoqda. Aholining aytishicha, bu tashabbuslar bolalar xavfsizligini ta'minlash va hududdagi vaziyatni nazoratga olishga qaratilgan.